Aziz obunachilar, Samarqand mashina bozoridan Sparkchalardan obzor qilamiz. Marhamat. Puli yengil Sparklardan. Mana salon holatlari. Mashinamiz avtomat ekan. Yaxshi holatda deyapti akamiz. Yili nechi buni? 11. Yili 11. Puli qancha so'rayapti? 5,5 deyapmiz, kami bor. 5,5 deyapmiz, kami bor. Taqalgan joyi qanchaga beramiz aka? 5300 bo'lsa berar ekanlar. Naq pul. Sal ozroq bir 2000-3000 puli borlarga variant keyin bo'ladimi ozroq ikki joyga? Naq. Faqat naq. Motori birlik motor. Birlik motor. Avtomat. Moy yemaydi aka? Yo'q. Moy yemaydi. Motor ochilgan yo'q, moy yemaydi, zaxirlangan. Propan gazi bor. Propan gazi bor. Bitta ikkita joyda sal kraskasi bor deyapti. Endi akam biron jo'rasidan bir tanishdan sotib olgan ekan. O'zi qancha vaqtdan beri minyapsiz mashinani? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Afg'onimga bir 4000 ta yurdim-da o'zim. Buncha ko'p haydamayman. Ha, yurgani 1,5 kuruk yurgan. 1,5 kurukka yetmasdan 117 kilometr yurganda. 17 ming. Ha, 117 ming kilometr yurgan ekan mashinamiz. Telefon raqami aytib qoldirasizmi? 4 ta 7. Nechilik? 77lik. 77lik. 776 776 1441. Akaga aloqaga chiqaverasizlar. Bekzod Avto kanalimiz nomidan chiqqanlarga bir $50, $100 skitka qilib beramiz deyapti. Yana ustida kelib kelishaverasizlar aziz obunachilar.